Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan xona gullari uchun maxsus tuproqlar haqida gaplashamiz. Bilasizlar, chet elda xona gullarining o'zini maxsus alohida tuproqlari bo'ladi, pochkalarda sotiladi. Misol uchun kaktus va sukulentlar tuprog'i, fikus tuprog'i, geran tuprog'i, azaliya tuprog'i, anturium tuprog'i. Bunaqa tuproqlarni chiqarishdan maqsad o'simliklarda tuproqga talab har xil va xona gullari o'ziga mos tuproqda o'ssa, chiroyli va sog'lom o'sadi. Misol uchun kaktus va sukulentlar qumli, toshli tuproqni yaxshi ko'radi. Aroidlar bo'lsa, ya'ni shu anturium, aglaonema, spatifilumlar juda ham yengil tuproqni yaxshi ko'radi. O'zbekistonda mashhur bo'lgan fikus qora shahzoda bo'lsa, ozgincha og'irroq tuproqda yaxshi o'sadi. Og'irroq tuproqni yaxshi ko'radi. O'zi O'zbekistonda alohida maxsus tuproqlar deyarli chiqmaydi. Asosan universal tuproqlar sotiladi. Lekin mana endi xudo xolasa har bir xona gullari uchun alohida maxsus tuproqlar chiqishni boshladi va sifati ham juda ham zo'r. Bugun men sizlarni shu tuproqlar bilan tanishtiraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda obunachilari bu tuproqlarni juda ham yaxshi bilishadi. Ko'pchilik ishlatib ham ko'rgan. Ishlatib ko'rganlar shu videoning izohida yoqdi yoqmadi yozib qoldiring. Bu xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Faqat borini yozing, o'zingizni fikringizni yozing, bizga quruq maqtovlar kerak emas. Agar yozganingizda qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, xudo xolasa shularni to'g'rilaymiz. Do'stlar, bu tuproqlar Pyotr Plexanov mahsuloti. Pyotr aka O'zbekistonda tuproq bo'yicha katta mutaxassis va bu tuproqlarda o'zimiz ham ozgincha hissamiz bor. Hozircha sotuvda 10 ga yaqin maxsus tuproqlar bor. Hozirlarni har biri bilan tanishtiraman. Tanishtiruvni eng oxirgi chiqqanlardan boshlayman. Oxirgi bo'lib chiqqanlari bu geran uchun maxsus tuproq, fikuslar uchun maxsus tuproq va palmalar uchun maxsus tuproq. Do'stlar, birinchisi bu geranlar uchun maxsus tuproq. Geranlar ozgincha og'irroq tuproqni yaxshi ko'radi, og'irroq tuproqda zo'r o'sadi. Bu tuproqga har qanaqa geranlarni eksanglar bo'ladi. Misol uchun korolevskaya geran, zonalniy geran, ampilniy geran, dushistaya geran. Hamma geranlar uchun juda ham zo'r, tarkibi kuchli tuproq. Ikkinchisi bu fikuslar uchun tuproq. Fikusdan tuprog'i ozgincha qumli bo'lishi kerak. Bu tuproqning tarkibiga qum qo'shilgan. Faqat tuproq tarkibiga oddiy qum qo'shilmaydi, o'sha o'simliklar uchun maxsus toza kvarts qumi qo'shiladi. Mana shunaqa qum. Mana masalan olib ko'rsataman. Mana tuproqga shunaqa kvarts qumi qo'shiladi. Bu tuproqga har qanaqa fikuslarni eksanglar bo'ladi. Misol uchun fikus elastik, o'sha qora shahzoda, fikus benjamin, fikus lirata, yong'oq fikus, mikrokarpa va boshqa fikuslarni bemalol eksanglar bo'ladi. Sheflera uchun ham bu tuproq juda ham zo'r. Uchinchisi hozir bu yerda yo'q, bu palmalar uchun maxsus tuproq. Palmalar tuprog'i ozgincha og'irroq va qumli bo'lishi kerak. Palmalar tuprog'iga har qanaqa palmani eksanglar bo'ladi. Misol uchun tsikas, fenik, hamidariya, dipsis, washingtonia va boshqa tuproqlarni. Do'stlar, o'zi bu tuproqning tarkibi juda ham kuchli, juda ham boy, tarkibiga ko'p narsalar qo'shilgan. Hozir har birining tarkibini aytadigan bo'lsam, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. Men sizlarga maslahat beraman, Pyotr Plexanov Dehqon bobo Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Shu tuproqni tarkibi, qanaqa qilib tayinlangan, nimalar qo'shilgan, hamma ma'lumotlarni topsanglar bo'ladi. Do'stlar, bu ikkita maxsus tuproq ancha oldin chiqqan, juda ham ko'p sotilgan va bu tuproqlar haqida maqtovni ham ko'p eshitganmiz. Birinchisi bu aroidlar uchun maxsus tuproq. Aroidlar tuprog'i juda ham yengil, mayin bo'lishi kerak. Tuproqning nomi spatifilum. Bu tuproqni har qanaqa aroidlar uchun ishlatsanglar bo'ladi, faqatgina zamiyakulkasi uchun ishlatmaysizlar. Zamiyakulkasi ham aroid hisoblanadi, lekin tuprog'i sukulentlarniki bo'lishi kerak. Qolgan hamma aroidlar uchun bu tuproqni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun aglaonema, dieffenbachia, monstera, philodendron, syngonium, stendapsus, anturium, spatifilum, alocasia, caladiumlar uchun juda ham zo'r tuproq. Ikkinchisi bu kaktus va sukulentlar uchun tuproq. Kaktus va sukulentlar tuprog'i mineralga boy bo'lishi kerak. Tarkibida qumlar, toshlar ko'p bo'lishi kerak. Bu tuproqning tarkibida minerallar juda ham ko'p, hattoki drevesniy ugl ham qo'shilgan. Bu tuproqda sukulentlar deyarli chirib ketmaydi, mana mazza qilib o'sadi. Bu tuproqni har qanaqa kaktus va sukulentlar uchun ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun zamiakulkas, aloe, mana sansevieria, dracenalar uchun ham to'g'ri keladi. Misol uchun crassula, yana qanaqa hamma sukulentlar uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'sha dekabrist, kalanxoya, malachay miliyalar uchun juda zo'r tuproq. Albatta ishlatib ko'ringlar, mana shu tuproq menga juda ham yoqadi. Do'stlar, birinchi o'rinda men sizlarga shu 5 ta maxsus tuproqni ishlatib ko'rishni maslahat beraman, chunki biz uyimizda asosan shu o'simliklarni parvarish qilamiz. Bu geran, har xil fikuslar, har xil palmalar, har xil aroidlar va kaktus, sukulentlar. Do'stlar, bu tuproqlarning tarkibi juda ham boy, tarkibiga ko'p narsalar qo'shiladi.
Va eng asosiysi bu hamma tuproqlarning tarkibiga foydali bakteriyalar qo'shiladi. Foydali bakteriyalar. Bu foydali bakteriyalar o'simlik ildizini himoya qiladi, o'sha ildiz kasalliklari, ildiz chirishlaridan himoya qiladi. Foydali bakteriyalar tuproqda paydo bo'ladigan zararli bakteriya, zamburug', patogenlarga qarshi kurashadi. Endi eng asosiy savolga javob bermoqchiman. Bu tuproqlarni qaysi joydan xarid qilsa bo'ladi? Do'stlar, hozircha bu tuproqlarni faqat Uzum Market orqali xarid qilasizlar. Shu videoni birinchi izohida men Uzum Market silkasini qoldiraman. Shu Uzum do'koniga kirib xarid qilsanglar bo'ladi. Uzumda hozircha 50 ga yaqin mahsulotlar bor. Har xil tuproqlar, tuproq uchun qo'shimchalar, oziqalar bemalol kirib xarid qilsanglar bo'ladi. Va men sizlarga har doimdek maslahat beraman. Pyotr Plexanov Dehqon bobo Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Shu kanalga kirsanglar, tuproq haqida ma'lumotlar, oziqalar haqida ma'lumotlar, tarkibi qanaqa, qayerda sotadi, qanaqa hajmlar bor, hammasi haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kanal juda ham qiziq. Do'stlar, albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Men hamma silkalarni birinchi izohda qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.